oy ishlab bo'shab ketadigan ko'p bo'lardi. Assalomu alaykum. Meni ismim Aziza. Agrozio kompaniyasida ro'p yo'nalish bo'yicha ishlayman. 9 yildan beri faoliyat yuritaman. Ishim davomida bir qancha qiyinchiliklarga duch kelayotgandim. Shuning uchun M-Factor biznes maktabini ro'p kursini tanladim. Kursda ko'p ma'lumotlar oldim. Asosan xodimlarni boshqarish bo'yicha ko'proq qiynalardim. Keyin ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, keyin ularga KPI'lar qo'yish, keyin lavozim yo'riqnomasi, shularni asosan o'rgandim. Bunaqa narsalar bizda yo'q edi-da ishxonamizda. Masalan, bizda xodimlarni ishga olish jarayonida kelishardi, shunda suhbat asosida bo'ladi. 1-2 oy ishlab bo'shab ketadigan ko'p bo'lardi. Shuning uchun lavozim yo'riqnomasini tuzib, ofisimizga qo'yib qo'ydik. Shu bo'yicha xodimlarni ishga olamiz. Bizda xodimlarni rag'batlantirishlar ham kamroq edi. Faqat o'sha yillik rag'batlantirish bor edi. Hozir ma'naviy rag'batlantirishlarni ko'proq qo'shganmiz. Bilan eng zo'r kurs deb aytgan bo'lardim.